Assalomu alaykum. 10 kilovat quyosh stansiyasi bilan uyga smart aqlli uy o'rnatganman. Yanvar-fevral oyida bergan generatsiyasini va qancha ekonom qilganimni shu videoga joyladim. Fevral oyida 10 kilovat stansiyam 744 kilovat tok energiya berdi. Fevral oyida uyga 201 kilovatga yaqin tok ishlatibman. Yanvar oyiga solishtirsak 594 kilovat quyoshdan tok oldim hamda 211 kilovatni yanvar oyiga uyga sarfladim. Yanvar oyida 10 kilovat gibrid quyosh elektr stansiyam 300 ming so'mlik tok sotdi. Fevral oyida bo'lsa 464 minglik quyosh energiyasi sotildi. Eslatib o'taman, gibrid stansiya 10 gridga nisbatan ozgina kamroq tok sotadi akkumulyatorga zaxira quvvat yig'ganligi uchun. O'rnatgan paytimdan hozirgi paytgacha salkam 10 gigavat quyoshdan elektr energiyasini olman. Smart aqlli uyim qancha energiyani ekonom qilganini taqqoslash uchun gazni ham hozir limitini qo'yib o'taman. Yanvar oyiga 540 minglik gaz ishlatibman. Fevral oyida kun issiq bo'lganini hisobiga umidvor bir 20% ni ishlatdim. 346 ming so'mlik gaz ishlatibman. Solishtirish uchun hovli joyim 70 kvadrat. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Bugun menga rosa xursandchilik kun bo'ldi. Allohim yana bir o'g'il farzand bilan meni siyladi. Allohimning berganiga shukr. Duo qilib qo'yasizlar.